Ziboyev подписчиклар so'rab turibdi. Hozir har turli video joylangan, lekin bahasi aytilgan konkretniy qurib baholar haqida video yo'q deb. Shuning uchun baholari bilan bu safar chiroyli etib o'zingizni tanishtirib o'tasiz, bo'laman? Bo'ldi. Bugun baholar va skidkalar haqida aytamiz. Tak, mana shu chiroyli tovardan boshlaymiz. Xibo tovarang bu. Bu xibo, dumzo'r xibo. Aha. G'ijim bo'lmaydi, ayollarimiz g'ijim bo'ladi, g'ijim bo'lmaydigan narsa ber, o'tib basmaydigan narsa ber deydi-ku. Bular shular uchun dumzo'r, xibo, yumshoq, muzday. Bularda tepa-past etib, dvoyka etib tiksa ham bo'ladi, o'zini ishlasa ham bo'ladi. Hijoblarga ham dumzo'r. Instagramdan ko'rib kelganlarga metr nechadan etib berasiz, nechadan sotilib turibdi? 65 sotilib turibdi, 55 dan qilib beramiz. Instagramdan shu videoni, bu video YouTube qanchalaydi, YouTubedan ham ijtimoiy tarmoqdan ko'rib turib kelsanglar, 65 sotilib turgan mana shu tovarlar 55 mingdan etib beradi. Bu ham ajoyib skidka. Bu tovarlarimiz qanchadan? Bular shifon, kuchlarimiz biladi, admankalarga ko'p ishlanadi. Bu ejlar 20 mingdan edi, 18 etib beramiz. 1 metr tovar 18 ming so'mga. 18 ming so'mga 1 metr tovar albatta ajoyib narx. Mana shu вечерный tovarlaringiz necha edi, nechadan etib berasiz? Konkretniy. 70 edi, 35 tushirib beramiz. Yo'q, rostdan. Rostdan. Instagramdan ko'rib kelgan har bir inson uchun bundan ortiq super skidka bo'lmaydi. Qaranglar do'stlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tur вечерный ko'ylaklaringiz uchun tovarlar yarim bahosina 50% super skidkaga qo'yildi. Kelib turib, xarid etishga ulgurib qolishlaringiz kerak. Bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Do'konimiz manzili Beruniy savdo markazining ichida 120-do'kon. Hammangizni kutib qolamiz. Xarid etishga ulgurib qoling.